بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول، الدرس 21 مدرستي. جيجن برنج درس. Sağoldaşlar, bugünkü dersimizdeki asasi noktalıq grammatika yo'q. Bugungi darsdagi maqsad o'quvchilardan ilgirki darslarda o'tgan grammatikalarni bir yig'inchoqlab imtihon shaklidagi dars. Ya'ni o'quvchilar shu darsda ilgirki darslarda o'tib ketgan barliq grammatikalarni bir eslab o'tish to'g'ri keladi. Bu o'quvchilarga nisbatan bir imtihonga o'xshash dars bo'lg'achqa biz darsning faqat so'zligini, tekstini tarjima qilamiz xolos. Andikan tekstlaridagi grammatikalik tahlillarni o'quvchi ilgirki darslarni qayta takrorlab o'zlashtirish orqali o'zi teyib chiqishi, topolmagan vaqtda, bilolmagan vaqtda bizga qoldirsa bo'ladi. O'z dars boshlashdan ilgari biz so'zliklarni bir ko'rib chiqaylik. Al-kalimatul jadida, yangi so'zliklar. Al-maktabu, makatibu, al-kursiyu, karasiyu, al-lawnu, alwanu, al-qibla, dhaka, tilka. Al-maktabu, al-maktab ustal degan ma'noda. Undan boshqa ishxona degan ma'noda keladi. Makatibu buning ko'pligi. Al-kursiyu o'rindiq, karasiyu uning ko'pligi. Al-lawn rang, alwan rangning ko'pligi. Al-qibla qibla. Ya'ni biz namozlarimizda oldimizda qiladigan Ka'ba, Baytulloh tarafni al-qibla deb ataydi. Zaka ko'rsatish olmash Iroqni. Zalika bu Iroqni ko'rsatish olmash. Hamda ba'zida zaka o'tir xalq ishlatiladi, asosan Iroqqa arishkilsa o'rtoq ishlatilisi bo'ladi. Ad-darsul hadi wal 20 madrasati. 21 dars maktubim. هذه مدرستي هي قريبة من المسجد. هي مدرسة كبيرة لها 3 أبواب. أبوابها مفتوحة الآن. في المدرسة فصول كثيرة. هذا فصلنا، وهو فصل واسع فيه نافذتان كبيرتان، وفيه مكاتب وكراسي، وفيه سبورة كبيرة. هذا مكتب المدرس، وذاك كرسيه، وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم. مكتب المدرس كبير ومكاتب الطلاب صغيرة. في فصلنا 10 طلاب وهم من بلاد مختلفة. هذا محمد وهو من اليابان، وهذا خالد وهو من الصين، وهذا أحمد وهو من الهند، وهذا إبراهيم وهو من غانا، وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا، وهذا يوسف وهو من إنجلترا، وهذا بيرم وهو من تركيا، وهذا عمار وهو من ماليزيا، وهذا علي وهو من أمريكا، وهذا أبو بكر وهو من يوغوسلافيا. هم من بلاد مختلفة، ولغاتهم مختلفة، وألوانهم مختلفة، ولكن دينهم واحد، وربهم واحد، ونبيهم واحد، وقبلتهم واحدة. هم مسلمون، والمسلمون إخوة. هذا مدرسنا اسمه الشيخ بلال، وهو من سوريا، وهو رجل صالح، نحن نحبه كثيرا. من برترجمة مكتوب. هذه مدرستي ومن مكتوب. هي قريبة من المسجد ومسجد يقن. هي مدرسة كبيرة لها 3 أبواب. وچون بر مكتب بولوب ونان اشكبر. أبوابها مفتوحة الآن. ونان حاضر اشكري أچوق. في المدرسة فصول كثيرة.
maktabda nurg'unlagan sinflar bor. Hada fasluna, bu bizning sinf. Va huwa faslun wasi'un, u bir kengri sinf. Fihi nafizatani kabiratani, unda cho'ng ikki dariza bor. Va fihi makatib va karasiyu, unda ustallar va o'rindiqlar bor. Va fihi sabburatun kabira, unda cho'ng bir doska bor. Hada maktabul mudarris va zaka kursiyuhu, bu o'qituvchining ishxonasi, bu o'qituvchining ustili. Av bo'lsa o'qituvchining o'rindiqi. Va tilka makatibut tullab va kurasiyuhum, av o'quvchilarning ustallari va ularning o'rindiqlari. Maktabul mudarris kabir va makatibut tullab sagira, o'qituvchining ustili cho'ng, o'quvchilarning ustili bo'lsa, ustallari bo'lsa kichik. Fi faslina 10 tullabin, bizning sinfimizda 10 o'quvchi bor. Hum min biladin muxtalifa, ular xilma-xil o'xshamagan shaharlardan. Hada Muhammad va huwa min al-Yaban, bu Muhammad, u Yaponiyadan. Hada Khalid va huwa min as-Sin, bu Khalid, u Jungudan. Va hada Ahmad va huwa min al-Hind, bu Ahmad, u Hindistondan. Va hada Ibrahim va huwa min Ghana, bu bo'lsa Ibrahim, u Ganadan. Va hada Ismail va huwa min Nigeria, bu Ismail, u bo'lsa Nigeriyadan. Va hada Yusuf va huwa min Ingiltara, bu Yusuf, u bo'lsa Angliyadan. Va hada Bayram va huwa min Turkiya, bu Bayram, u bo'lsa Turkiyadan. Va hada Ammar va huwa min Malayziya, bu Ammar, u bo'lsa Malayziyadan. Va hada Ali va huwa min Amerika, bu Ali, u bo'lsa Amerikadan. Va hada Abu Bakr va huwa min Yugoslaviya, bu Abu Bakr, u bo'lsa Yugoslaviyadan. Hum min biladin muxtalifa, ular xilma-xil davlatlardan. Va lug'atuhum muxtalifa, ularning tillari xilma-xil. Va alwanuhum muxtalifa, ularning ranglari mo xilma-xil. Va lakin dinuhum wahid, biroq ularning dini bir. Robbuhum wahid, parvardigori bir. Nabiyuhum wahid, payg'ambari bir. Va qiblatuhum wahid, qiblasi bir. Ular musulmonlar, val muslimuna ikhwa, musulmonlar bo'lsa qarindosh. Hada mudarrisuna, bu bizning o'qituvchimiz. Ismuhu ash-Shaykh Bilal, uning ismi Shayx Bilal. Va huwa min Suriya, u Suriyadan. Va huwa rajulun salih, u bir yaxshi odam. Nahnu nuhibbuhu kathira. Hamsa o'qituvchilar, men tarjimalam qilib berdim. Bu bugungi dars sizlarga topshiriq imtihondek dars. Bugungi darsdagi mush tekstda ilgari o'tganki grammatikalarning asosan hammasi degidek bor. Biz o'sha hammani bir-birlab tahlil qilib chiqib, bayqab jumlalardagi o'rinlarini aniqlab chiqishimiz kerak. Shunga bu sizlarga omonat ketdi. Ham darsni oxirlashtirishdan ilgari bugungi darsdagi ko'nikmalarning talabini tushuntirib qo'yib. Birinchisi, tuandagi savollarga javob bering. Ya'ni mushu yuqoridagi tekstga qarab turib, tekstga asoslanib turib, yuqoridagi savollarga javob bersak bo'ladi. Masalan, ayna hadihi al-madrasa kam baban laha mughlaqatun abwabuha al-ana am maftuha degandek savollarga javob bersak bo'ladi. Ikkinchisi, da hadhihi al-alama as-sahiha amama al-jumal as-sahiha wa hadhihi al-alama al-khata amama al-jumal allati laysat sahiha. Bu to'g'ri belgisini to'g'ri jumlalarning oldiga va bu xato belgisini xato jumlalarning oldiga, to'g'ri bo'lmagan jumlaning oldiga qo'ying. Masalan, yuqoridagi tekstdagi mazmun bilan bizga hozir berilgan jumlaning mazmunlari udil kamay qolsa, xato belgisi udil kelib qolsa, to'g'ri belgisi qo'ysak bo'ladi. Uchinchi talab, uzkur al-bilad al-warida fi ad-dars min Asiya va Afrika va Yevropa. Darsda kelgan davlatlarning nomini Osiyo, Afrika va Yevropadan iborat davlatlarning nomini so'zlang. Masalan, Osiyodagi davlatlar ma'lum, Afrikadagi davlatlar ma'lum, Yevropadagi davlatlar ma'lum degandek. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.